Barcelona, Real Madrid degan komandalar bor ekan, shularni qo'llayotganlarga men hayronman, subhanalloh. Bularni tarixini bilasizmi? Qo'llayotganlar tarafini olib, u komandani kiyimini kiyib, vaqt ketkazib, futbolni tomosha qilayotganlar. Futbol o'ynashlikda muammo yo'q. Odam harakat qilib, sport qilish kerak. Lekin muammo shundaki, qayerda kofir bizga dushman bo'lgan, tarixda musulmonlarga ozor bergan bir ashlarning avlodidan bo'lgan va ashlarni qo'llaydigan komandani tarafini olib, bir tomon bo'lib, shuni ustida al-vala val baro, ya'ni do'st tutib va dushman tutayotganlarga hayronman. Ikkala komandada ham xorch bor, salib. Uni kiyib olsangiz nima bo'ladi, birodar? Uni tarafini nima uchun olasiz? Agar bir futbol komanda bo'lsa-ki, u qaysi vataningizki bo'lsa, u gol ursa, vatanimga gol urdi desangiz, buni tushunsa bo'ladi. Lekin Ispaniyaga nima aloqasi bor bizni? Musulmonlarga tarixda eng zulm ko'rsatgan davlatlardan biri bo'ladi Ispaniya. Bir tarixga qaranglar, so'ranglar, o'qinglar. 100 minglab musulmonlarni musulmonchilikdan nasroniychilikka o'tkazishga majburlagan. Va hozir mana shu Barcelona, Madridmi, mana shu komandalar boshi podshohga qaraydi. Bu podshohlar ana shu zulm qilgan podshohlarning avlodi. Qayerga qarab ketyapmiz, birodarlar? Va Barselona Lutuvozlikda tarafini oladigan LGBT ekan. Shuni tarafini endi qana qilib oladi bizni millat? Qana qilib tarafini olasizlar, birodarlar? Subhanalloh. Umrimizni zoya qilmaylik. Bundan ko'ra foydali narsalarga sarflaylik, foydali narsalar ko'raylik, foydali narsalar kuzataylik, birodarlar. Umr ko'ryapsizlar, koronadan beri tez ketyapti. Mana hozir 2025 bo'ldi. 5 yil o'tib ketibdi. Mana shu 5 yil har biringlar savol, tez o'tib ketyaptimi yo'qmi? Shunaqa umr tez o'tyapti. O'zi qiyomat alomatlaridan umr tez o'tishni boshlaydi. Qiyomat alomatlaridan vaqt qisqarishni boshlaydi. Baraka bo'lmay qoladi. Vaqtlarimiz baraka bo'lmay qolgan bo'lsa, nima qilamiz? Umrimizni shunaqa behuda narsalar bilan o'tkazib. Birodarlar, Allohim barchamizni muvaffaq qilsin. Vaqtlarimizga baraka bersin. Foydali narsalar bilan o'tkazishlikni o'zi nasib qilsin. Allohumma amin.